Tarix, o'tmish eslanmaydi. Eslagandan foyda yo'q. Hammasi o'z o'rnida, hammasidan ko'ngil to'q. Asta-asta o'zbekchilik nima bo'pti yo'qolsa, yashayapmiz davron surib, shu eng yaxshi xulosa. Jadidlar jon bergan bo'lsa, bu ularning xatosi. Yaxshisi eslayvermang, shu eng yaxshi davosi. Qizlarimiz hayosini yo'qotgani zamondan, rohat oling gapirmasdan, go'zal qosh kamondan. Navoiy ham tirik bo'lsa, rus tilida so'zlardi. Ulug'bek hayot bo'lsa, faqat manfaat ko'zlardi. O'zbek tili modadan qolib ketdi, tan oling. Boshqa tilda gapirganlar chin o'zbeklar, bilib oling. O'zbekni ustidan kulishi noto'g'ri emas. Iymondan gapirganlar hammasi iymonli emas. Yolg'on va'dalar berib hammani aldash kerak. Hozir zamon shunaqa, yomonlik bilan tugar ertak. Eskilikni targ'ib qilmang, zamon hozir boshqacha. Chin o'zbekdek yashash 70 dan 100 yoshgacha. Biz yoshlarni tinch qo'ying, biz Yevropa tarafmiz. Siz ko'rsatgan tomonlarga afsus, bekor qarabmiz. Chin o'zbekni ayoli tik qaramas yuzingga. Qaddi qomat ham ko'rinmaydi ko'zingga. Axir bular zulm-ku, biz boshqacha o'zbekmiz. Ayol bilan teng huquqli, biz hammamiz birdekmiz. O'zbekning chin erkagi bizda boshqacha endi. Raqsga ham tushadi, shunday zamonlar keldi. G'iybat ham qilish mumkin, quloqlik ham uyatmas. Mazza qilib yashaylik, boshqa narsa kerakmas. Do'stlarim, bu haqiqat. Majburmiz ishonishga. Bugungi hayot shunday, haqqimiz yo'q tonishga. Tarixdan faqatgina tosh haykallar qolgandek, yangi zamon tug'ilib, mentalitet o'lgandek.